Assalomu alaykum hammaga. Shu maqsad tomimiz razmerini so'ragan ukalarimizga endi 4.20 bo'ldi. Ustungacha uzunligi 7,5 metr bo'ldi. E'tibor beringlar, mana lestnitsadan chiqqandan keyin xo'l bo'ldi. Balkongacha xo'l. Mana bu joyimiz 3,5 metr bo'ldi ustundan ustungacha. Ustida yuk ko'payib ketgani uchun 2 qavat qilib turib ferma qilib qo'ydik. Bu ustundan devorgacha 4 metr bo'ldi. Bu yoqi 4.20. Shu ustundan onu betonni qirg'og'iga davr to'siladi. 4.20 ga 4 metrli bitta xona bo'ldi. Bu yog'i ochiq xo'l bo'lib ketdi. Mana unga qo'shilib, lestnitsaga qo'shilib, ugalo divan kreslolar qo'yib qo'yiladi. Nihoyatda chiroyli bo'ldi. Derazalarimiz bo'yi 1.40, eni 1 metrdan oshiqroq bo'ldi. Suvoqdan keyin 1 metr qoladi, xudo xolasa. Bo'y bastlari hammasi nihoyatda chiroyli bo'ldi. Eng past joyimiz 3.15 bo'ldi. 3 metr ustun kesilgan, tepasidagi 10 sm xori, tagida 5 sm chorcho'pi bor. 3.15 sm bo'ldi. Eng past joyi ham nihoyatda chiroyli bo'ldi. 3 metr o'rtada koridor lestnitsani o'rni hisobda qolyapti.